Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari, bizni kuzatib boruvchi kuzatuvchilar, motoblog ishqibozlari. Toshkent shahri Izza bozori oldida joylashgan agrotexnika do'konimizda ko'pchilik klientlarimiz so'ragan dizel 173 motor 7 ot kuchli motobloglarimiz yetib keldi. Sizlarga to'liq ma'lumotini berib, narx-navolari bilan tanishtirib o'tamiz. Bu tugab qolgandi, keldi yangi. Hop, avtomat korobkali variantidan xohlaganlarga benzini ham bor. Dizel 173 motor 5 stator bo'ladi. Tortma orqali zavod bo'ladi. Bilasizlar, bunda stator bo'lmaydi. 173 motor. Mana bu joyda mana 7 HP ishlab chiqarilgan, sanasi ham yozib qo'yilgan. Germaniya texnologiyasi asosida ishlab chiqarilgan. Ko'p joylarda germanskiy deb sotiladi bu motobloglar. Adashmanglar, Xitoydan keladi. 100% Xitoy mahsuloti. Bir xilgilar bor, o'yib yozilgan, o'yib yozilmagani bo'ladi, original poddelka bo'lar ekan degan narsa bo'lmaydi bunda akalar. Sizlarga bitta ochiq ma'lumotini ko'rsataman. Internetda 350 korobka bo'lar ekan, 150 korobka bo'lar ekan, 250 korobka deb sotadiganlar diqqatiga, yolg'on gapirishni umuman hojati yo'q akalar. Bir xil bo'ladi hammasi. Menga kelsa, mana nomerimni ham yozib qo'yaman, dakazat qilib beraman. Kimda kim 350 korobka bunaqa, 400 korobka bunaqa bo'ladi deb tushuntirib turganlar yo shunaqa tushunadiganlar bo'lsa, telefon nomerim 91lik 289 74 79 raqamiga aloqaga chiqsalaring men tushuntirib beraman. Hech qanday farqi bo'lmaydi. 400 talik deb qimmatroq sotilar ekan. Bir xil bo'ladi hammasini korobkasi. Yana bitta qaytaraman, qaranglar. Mana bu narsa benzinli, ochiq o'yin qilib beraman sizlarga. Mana bu benzinli motoblog, bu salarkali motoblog. Bitta zavoddan chiqadi, ikkovi ham. Hamma joy bir xil. Mana ruli deysizmi? Mana bu joyidagi hop temirlik hamma joyi bir xil, faqat motorini o'zida farqi bor. U salarka bu benzin, boshqa tayda baloni deysizmi, ramasi deysizmi, korobkasi ham, mana korobkasi ham ko'rsatay, sira bir-biridan ustunlik joyi yo'q. Bir xil korobka. Mana bunda yozuvi yo'q, bunda yozib qo'ygan. Mana bunda yozib qo'ygan. Bu yozuv hech narsani hal qilmaydi akalar. Yana qaytarib o'taman, hech narsani hal qilmaydi. Korobkasini kattaligi ham mana hech qanaqangi farqi yo'q. U ham bir xil korobka, bu ham bir xil korobka. Shuning uchun aytaman, germanskiy deb sotadimi, italyanskiy deb sotadimi, bir xil akalar, hech qanday bir-biridan farqi bo'lmaydi. Salarkali motoblogimiz 173 motor dizel soatiga 700 gram rasxod qiladi. Benzindan sal kamroq rasxod qiladi. Benzin o'zi ko'pchilik 700-800 deydi, 1 litr rasxod qiladi. Benzin salarkaligi 700 gram rasxod qiladi. Narxi albatta qiziq. Skoroslari oldiga ikkita, bittadan zadniy skoroslari bor, orqasida vomi ham bo'ladi. Ko'pchilik so'raydi bizdan, jatka qo'ysa bo'ladimi deb. Jatka tushmaydi bunga. Bunga karcher apparatlarini qo'ysangiz bo'ladi, suv nasos qo'ysangiz bo'ladi. Pompa 76 lik pompani chiqaraveradi. Balon orasi razmer bo'ladi. 60-70 agatga bemalol qisqarib toraveradi. Har xil ekinnicha kiradi. Xo'p, komplektida 4 qatordan 8 qatorli frezasi beriladi. Ko'pchilik bonus qilib qo'shib beramiz deydi. O'zi ichida bo'ladi. Hech qanaqangi bonus bo'lmaydi. Xitoydan hamma traktor o'zi ichida frezasi bilan keladi. Bonus qilib beramiz, qo'shib beramiz deydiganlar diqqatiga, o'zini narsasi bu traktor o'zida chiqadi. Kimga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqinglar. Narxlarini 4 million 400 ming so'm qilib beramiz. Ko'rib turgan motobloglaringni narxi 4 million 400 ming so'm, 173 motor, 7 ot kuchi. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Dastavkamiz viloyatdan uzoqroqdan olmoqchi bo'lganlarga, xohlaganlarga pochta orqali chiqarib yuboramiz, xohlaganlarga petaydan chiqarib yuboramiz. Uni yo'l kirosini siz berasiz. Rayon bo'lsa rayon, shahar bo'lsa shahar sentriga 150 ming atrofida yo'l kira qo'shiladi. Kim qayerdan olmoqchi bo'lsa ham примерно 150 ming so'm atrofida qo'shiladi. Narxi 4 million 400 ming so'm. Xohlaganlarga korobka holatda, xohlaganlarga mana shunday tayyor qilib ishlatib beriladi. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqaveringlar. Soni kam qoldi buni. Salarkali va benzinga qaraganda baquvvatroq. Kimdir endi benzin xohlaydi, kimdirga salarka. Kimga qanaqa variant kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. E'tiboringlar uchun rahmat. Videomiz yoqqan bo'lsa, bittadan like bosib qo'yasizlar. Salomat bo'lasizlar.